Uyda o'tirgan devichka xollarim uchun zo'r biznes bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi bo'lib idishimizga 150 gram muzli suv hamda 200 gram muzli sutni quyib, ketidan 1 choy qoshiq tuz, 100 gram shakar, 1 osh qoshiq drojni yaxshilab aralashtirib, ketidan 1 kilo unni solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz yarim tayyor holatga kelganda esa 100 gram margarinni qo'shib, xamirimiz bilan yaxshilab chiqishmaguncha mushtlab, mana shunday yumshoqqina xamir qorib olamiz. Keyin esa paketimiz ichiga solib, morosilkaga 1 soatga jo'natib Ungacha esa 400 gram margarinni olib, juva yordamida ezib, bir tekisda qilib, mana shunday ko'rinishda yoyib olamiz. Keyin esa buni morosilkaga qatvoguncha yarim soatga jo'natib olamiz. Keyin esa morosilkada 1 soat tinib olgan xamirimizni olib, mana shu ko'rinishda yoyib, keyin esa margarinimizni o'rtasiga qo'yib, ikkala chekkasini bir-biriga yopishtirib, xuddi shu ko'rinishda o'rab, yana bir marta taxlab olamiz va juva yordamida xuddi shu ko'rinishda, ya'ni uzun qilib yoyib olamizda xamirlarimizni yana ustma-ust qilib taklab, 1 soatga paketga solib, morosilkaga jo'natib olamiz. Qancha xolodilnikda, ya'ni morosilkada ko'p tursa, kruassanlaring shunchalik chiroyli va ichlari g'ovay-g'ovay bo'lib chiqadi. 1 soat o'tkazdirib, yana xamirlarni olib, mana shunday shaklda yoyib, yana o'sha bir marta o'sha holatda qaytarib, yana yoyib, keyin esa shu ko'rinishga keltirib, pichoq yordamida 4 sm dan o'lchab, hammasini teng qilib bo'lib oldim. Keyin esa o'rtasidan qarama-qarshi tomonga qaratib, pichoq yordamida tekis qilib kesib oldim. Keyin boshqa qismini ozgina pichoq bilan kesib, tortib kruassanlarimizni o'rab oldim. Hammasini ozgina xonam issiqlik uchun tezdagina erib ketdi. Kruassan tayyorlayotganimizda juda ham tez harakat qilishimiz kerak. Keyin esa ustini o'rab 1 soatga tindirishga olib qo'ydim. 1 soat o'tishi bilan tuxum sarig'iga ozroq sut aralashtirib, kruassanlarimizni hamma joyiga bir tekisda qilib surtib oldim. Keyin esa oldindan qizirilgan duxovkamizga 170-180 gradusga yuzlari qizarib pishguncha jo'natib oldim. Chiroyli bo'lib pishib chiqqan kruassanlarimiz ichiga eritilgan shokoladlarimizni quyib oldim. Ana endi bu kruassan retsepti bilan kruassanlaringizni xohlagan joyingizda changitib sotsangiz bo'ladi. Ana endi baho beringlarchi, yoqsa kommentariyaga 5, yoqmas 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q.